oldimizga qo'yilgan ovqatni maqtamaslik va yomonlamaslik. Qarang, muhtasham bo'lmas ekan. Olib kelingan ovqatni yomonlamaslik va uni ortiqcha maqtamaslik. Oysha onamiz aytadilar: "Ma zamma ta'aman qat." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamagan. Shunday odamlar bo'ladi. Albatta bir narsa deydi-da, qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib ketibdi, tuzsiz bo'lib qolibdi, yaxshi qaynamabdi, dam yemabdi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati u zotning oldiga bir ovqat olib kelinsa, yo'qsa yeganlar, yo'qmasa chekiga surib qo'yavergan. Ma zamma ta'aman qat, lakin idza a'jabahu akalahu va in karihahu tarakahu. Imom Muslimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hech qachon oldiga qo'yilgan taomni yomonlamagan. Agar yoqtirsa yegan, yoqtirmasa uni nima qilgan? Tark qilgan.